Assalomu alaykum hammaga. Mana ertalabdan Malibu avtomobilimizni olib qolganmiz. Bunda pompalar suv oqizib yuborgan. Pompani yechgan vaqtimizda qarasak termostatlari ham yo'q ekan. Birato'la yangi termostat, yangi pompa qo'yib yig'ib beryapmiz. Nasib bo'lsa cho'tka qilib, zavodskiy qilib qo'yib beramiz. Birato'la motordagi kamchiliklarni ham ko'rib beryapmiz. Kimga mana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Malibu, Captiva, xullas Gem qanday mashina bo'lsa ham ko'rib beraveramiz. Nasib bo'lsa ishlaringiz sifatli va tez bitirib berishga harakat qilamiz. Tepada nomerlar qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar.